Hukmdoringiz Umar qayerda? Meni uning huzuriga olib borasizlarmi? Hukmdoringiz shumi? Ha, Amirul Mo'minin Umar. Rum hukmdorining elchisi sizni yo'qlab kelibdi. Do'stlik, tinchlik aloqalarini o'rnatmoqchi. Allohim sen salomsan, tinchlik sen tomondan berilur. Marhamat, o'tiringlar. Bunday manzarani ko'rib, qattiq hayratga tushdim. Shaharga kirayotganimda o'zimdan so'radim. Nahot bizni Shomda mag'lub etgan qo'shin shu yerdan chiqqan bo'lsa? To'g'rida. Qirollarni va qo'shinlarni mag'lub etgan odam, podshohlarning qalbiga qo'rquv solgan odam shunday sharoitda yashasa-ya?